Avtosalonni o'zida tuning qilingan ekan. Bu 3 yil reklamada turgan. 2020-yil bo'lsa, 2023-yil sotilgan bu mashina. 3 yil PSM avtosalonida ko'rgazmasida turgan. Mashina ma'lumotini berib ketamiz. Narxini egalari balandroq so'rashyapti. Mashina yaxshi navorot qilingan, yurgani kam. Hamma ma'lumotini berib ketamiz. Menimcha narxi yaxshimi? 2020-yil mashina ko'rib turibsizlar, hech qayerda urilgan, qirilgan joyi yo'q. Okam hozir ma'lumotini berib ketadilar. Ulug'bek aka Mahsumovi Inkas brendi asosida tuning qilingan. Shumka bo'lgan, tom, bagaj, eshik hammasi shumka bo'lgan. Mashina avtosalon tomonidan tuning qilingan, o'sha Inkas brendi ostida. Mashina 3 yil avtosalonda o'sha turgan. 20-yil bo'lsa, 23-yil buni sotib olishgan. Kam yurgan mashina, 28 ming yurgan mashina. Mashinani 10.800 sotuvga qo'yib ketamiz. Minutchiga narxi yaxshimi yoki-da qimmatmi? Nech pul sotilyapti shunaqa mashinalar? Nech pul bo'lyapti? Biz qimmat qo'ydikmi yoki bugungi kunga yaxshimi narxi? Egalari bundan pastiga bermayman dedilar. Mashina zo'r bo'lgani uchun reklamaga qo'yib beryapman. Minutchilar foydalanishiga. O'zingizlar fikringizni yozib ketasizlar.